Shavkat Javohir Prezidenti 2-sonli qarori bo'lsa, chorvachilikni rivojlantirish maqsadida kredit so'rab murojaat qilgan. Javohir, sen bu kreditni tartibi bilan, nimasi bilan, foizlari bilan taniymisan? Taniymisan? Agar nima bo'lmasa, hozir to'liq tushuntiring. Yili qancha, foiz qancha, qanday tartibda berilishi. Kerak o'sha taqdim qilgan, buni ko'rib chiqamizda maslahatni hal etamiz. Hurmatli mijoz, siz Prezidentimizning 2-qaroriga asosan chorvachilik yo'nalishini rivojlantirish maqsadida 82 million so'mga ariza jo'natgansiz. Sizni arizangiz ko'rib chiqib, bank komissiyasi tomonidan tasdiqlandi. Sizga 3 yil muddatga 6 oy imtiyozli davri bilan chorvachilik yo'nalishini rivojlantirishingiz uchun 82 million pul ajratilmoqda. Siz bu kreditni o'z vaqtida qaytarishni, keyin maqsadli ishlatishni o'z zimmangizga olib, o'z vaqtida to'lovlarni qilib borishni o'z zimmangizga olishingiz